Shu xushxabarni butun dunyoga tarqatishga yordam bering. Shu samolyotchani bosib qo'ysangiz, savobga ham qolasiz. Men dori darmonsiz 200 ga yaqin kasallikni tuzatish mumkinligi va ko'zim bilan ko'rayotgani haqida gapirmoqchiman. Sahr tuzaladimi? Tuzalyapti. Ko'z oldimda dori darmonsiz. Birinchi tipichi bolalar tuzalyapti. Ko'z oldimda. Ko'z ko'rish o'tkirligi yaxshilanyaptimi? O'zimniki yaxshilandi. -1.75 dan 1 gacha chiqdi 10 kun davomida. Buyraklar qurigan bo'lsa ishlayaptimi? Ishlay boshlayapti. 50 gram arang peshob chiqaradiganlar 1,5 litrgacha peshob qilyapman deb yig'lab gapiryapti. O'zimga intervyular olyapman. Onkologiyadan tuzalish mumkinmi? Mumkin. Bir ayol sizni videoingizni ko'rib, qizimni sog'lomlashtirish markaziga Norbekovga olib keluvdim. Masheri ishib ketgan edi. Limfa tugunlarida raki bor edi. Qarang, 10 kunning ichida 4 kiloga semirdi, kasali chekinishni boshlayapti, deyapti. Adenomiozi bor ayol 8 kun ishonmasdan o'tirib 9-kuni befoyda bo'ldi. O'ziga tushaman, mana isbotlab beraman deb o'ziga borib adenomiozi yo'qligini bilib kelib yig'lab ketgan. O'zimni ko'zimni oldida sodir bo'lgan voqea. Bir bola aytayapti, kuniga 2 pachka sigaret chekardim. Darsni 5-kunidan boshlab chekish tashladim, deyapti. Alkogolizm qurboni edim, ichib turardim, deyapti. 22 yoshli bola, 20 yoshli bola. İchishni ham tashladim. Onamga yaxshi ko'rishimni qachon aytganman, eslolmasdim. Mana shu joy meni o'zgartirdi, deyapti. Avvalo yaratgan egam, lekin Norbekov sog'lomlashtirish markazida har bir kasallik qanday paydo bo'lishining ilmiy asoslari mavjudligini tushundim. Eridan nafrat bachadonni kasal qiladi. Nega aynan bachadon? Ilmiy tahlillarga asoslangan xulosalar bor u yerda. Shuning uchun ham dokumental film tayyorlayapman. Nima dardingiz bor? Yaqiningizda nima dardi bor? Shu film e'lon qilinguncha Norbekov sog'lomlashtirish markazini profilini yozib qo'yaman. Bir tiyinlik menga u yerdan moliyaviy manfaat yo'q. 70% ga yaqin odam siz orqangizdan kelishni boshladi deyishgan uchun ana shu joyga borib ba'zi darslarda o'tiribman. Natijalar bo'lyaptimi deb odamlarni o'zidan so'rayapman. Siz ham borib ko'ring, konsultatsiya olib ko'ring, tekinga qo'ng'iroq qilib ko'ring, nima ketdi sizdan? Tuzalishni xohlasangiz bo'ldi. Ungacha sotilayotgan kasalliklar kitobini o'qib turinglar. Mana rasmini joylab qo'yapman, qamar do'konlarida bor. Mana shu profilga murojaat qilsanglar, onlayn buyurtma bersanglar ham bo'lsa kerak. Insonlar, unutmanglar, hamma dard tuzaladi. Tuzalmaydigan insonlar bo'ladi, xolos. Odam o'zi xohlasa hamma narsani qilishi mumkin. Axir kesilgan teri bitadi-yu, singan suyak bitadi-yu, tana o'zini o'zi qayta tiklaydi-yu, deydi sog'lomlashtirish markazi mutaxassislari. Men Islom sivilizatsiya markazidan chiqib Norbekovga, Norbekovdan chiqib sivilizatsiyaga qatnab yuribman. Insonlarga manfaat ko'proq yetsin. Bu videoni ulashib qo'ysangiz, siz ham shunga sherik bo'lasiz.